vlog. Bugun biz bitta modni obzor qilamiz. Ha, bu bitta modni o'ylashingiz mumkin. Lekin neger toy. Sen nima qilyapsan? Hammangiz negermisiz? Korchi, qaytib ketamiz. Bu mod bitta bo'lishi mumkin, lekin u YouTube'larda ko'rgan qiziq mod. Bu mod esa Verity modi. Verity modi deb o'ylashingiz mumkin. Neger. Lekin men hozirda sizga Verity modini qanaqaligini aytib chiqaman. Darrov kutish bor turibdimi? Mayli. Menda set bor. Set bilan o'zgartiraman demoqchi edim, lekin men operator demas ekanman. Mayli. U Verity modi juda ham zo'r. Mas'ullarni yo'qotib olaman usullarimni. Minecraft survival qilishda juda ham zo'r. Bu juda zo'r. Unda obzorni ketamiz. Bo'ladi. Birinchisi oddiy Verity. Ikkinchisi esa amnaqa yuzi Verity. Uchinchisi esa mamnaqa yuzi Verity. Bular qayerdadir bug bo'lib yo'qolib ketishdi. Sizga ko'rinayotgan bo'lsa Verity. Ikkinchi qanday? Sizlar nima tug'ishganmisizlar? Verity'ning 3 xili bor. Birinchisi shunday kulib o'tiradi. Voy neger qistamam bora. Chalkashib ketdim mollar. Korchi, mana Verity modi. Bu men Telegram kanalimda bo'ladi. Yangi Telegram kanal ochdim. Mazza qilyapman. Modlar ana shu Verity modini Telegram kanalimga tashlayman. Chunki bu video like yig'masa, Hozir men Telegram kanalimga tashlayman, albatta tashlayman. Chunki sizlar uchun nimalar qilmadim? To'g'rilarmi? Napolar, negerlar. Kechirasiz, Verity'ning 2 xili bor. Birinchisi kulib o'tiradi, ikkinchisi aptingni bo'shartirib. Xuddi apti turq taromatingga deganda o'tiradi. Ikkinchisi esa yovuzlar va maniakday o'tiradi. Kulib maniakday kuladi. Va oldingizga maxluq kelishi aniq va tugul. Verity bilan o'xshashammi? Chacha qilib Verity'san. Videomiz shu bilan modni obzor qilib bo'ldim. Sog' bo'linglar. Sizlar bilan umidi fazoz bo'ldi.